Onun hemen şeyden bir bilemiz. Judayam samimiy, yaxshi dugona, yaxshi hamsuhbat, yaxshi do'st desa bo'ladi. Endi men ko'p gap gapirolmay boshqacha gap gapiramasman. Sizlarga she'r orqali aytaman. Ko'ngildoshlarim, sog' omon bormisiz dunyo ichida? Hayajonda titrab turibdi jonim, men so'z bo'lib keldim tug'yon ichida. Yillarga boy bersak dillarimizni, yurakdan sog'inchni hissi o'chmaydi. Savo silab o'tsa dillarimizni, hech birsiz bo'ydorga yetmaydi. Mana bugun shularni bahonalarda biz diydorlashib, mashqqa kelib, yig'ilishib, bir-birimiz bilan qachondan beri ko'rishmaganmiz, ko'rishib o'tiribmiz. O'tgan yil edi ko'rishganmiz. Mana bu yil bo'ldi, endi ko'rishdik. Faroxatxon uchun tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Hayajonlanib qoldim. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Sizni qutlagan hattoki falak. Do'st yorlar sog'inchdan beradi darak. Farzandlar kuningiz olishga qarab. Nabiralar atrofingizda gulga kapalak. Biz ham siz tilaymiz, mana shu o'tirganlar hammamiz sizga bir tilak. Ilohim hech qachon urushdan to'xtamasin yurak. Ilohim umringiz uzoq, siz mo'l bo'lsin. Nuriddin endi akamiz hammamizga haqi. Ular bilan qo'sha qaring, ibodatlar bo'lib yuring. Farzandlaringiz hammasi tinib, tinchib, o'sha uylarida, qolgan joylarida tub yozib, falak yozsin. Mana yana bitta qizimiz ham yaniga shu vaqtlarda to'yini qilib bo'lgan bo'laylik. Challalarga boraylik. Alla bolani ishiga boraylik. Qo'shilishib. Sog' salomat bo'lib, nima niyatlaringizni shu niyatlaringizga yeting. Mana shu do'stlarimizdan hamisha qatorimizdan xato bo'lmay, mana shunday elga aziz, Allohning panohida bo'lib yuring. Aziz mukarram bo'lib yuring. Rahmat. Mana shu o'tirganlar hammamiz sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz. Mana sizlarni yaxshi ko'raman. Hammamiz qo'shilamiz bilan gaplarga. Shunday go'zal tilaklarga, shunday chiroyli tilaklarga yana kimdir yana tilagini tilaydimi qani? Kimdir yana tabriklaydimi? Mana qo'shilamiz. Juda ham chiroyli mana gapirdilar hammadan ham chiroyli gapirdilar. Shular gaplariga oshib ham gaplarga qo'shilamiz hammamiz. Jonlari sog' bo'lsin, kunlari uzoq bo'lsin. Iloyim qo'shiq qarisinlar. Bolalarni rohatdan rohatda ko'rsinlar, qo'shilamiz. Jonimiz sog' bo'lsin. Hammamizga gapga to'ydim yonma-yon. Mayli, gapiravering. Faroxat opa, hamisha shunaqa chiroyli bo'lib yuring, yosh bo'lib. Yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Okamlar bilan qo'shganinglar bilan qo'sha qarib yuringlar. Sizlarga ham yaxshi joylardan topsin. Siz rohatlarini ko'ring. Iloyim yaxshi navaralar bersin. Hamisha sog' salomat, mana shu chiroyli bo'lib yuravering. Umringizga umr qo'shsin. Keyingi yil shu paytga yana o'tirishamiz. Hammamizni ko'rishga olayman keyin. Endi sizlar Nodir opa. Shoista opa, xo'p. Shoista opa ham bir tabriklayapsiz. Yaxshi taniyman, qancha yildan beri taniyman. Faroxat nafaqat yaxshi maslahatgo'y, mehribon, juda ham e'tiborli, xo'jayinlari ham, o'zlari ham oqila ayollar. Rahmat. Iloyim Nuriddin bilan qo'sha qarib yuring avvalambor. Sizni ham, xo'jayiningizni ham tanlari sog', bolalaringizga boshib yuringlar. Shularni rohatlarini ko'ring. Ko'p yillarga o'ynab kulib, shularni rohatida, e'zozida bo'lib yuring. Sizga hamma yaxshi tilaylarim. Mana shu yangi yil qarang bayram arafasida bo'ldi. Yangi yil bilan birgalikda sizni xonadoningizga yaxshi o'ylagan orzu, murodlaringiz, niyatlaringiz ro'yobga chiqsin. Yangi yil sizga yaxshi yangi tilaylar, yangi o'ylagan nimalarni olib kelsin. Xonadoningiz tinch bo'lsin. Rahmat.
Murod maqsadingizga yetib yuring. Rahmat. Vashilaxon Yo'q, aytavering. Mana bugun hammamiz ham chiroyli dasturxon atrofida chiroyli tilaklarni tilayapmiz. Mana shu singlimizga ham doim baxtli saodatli bo'lsin, xonadonlari tinch osoyishta bo'lsin, qo'shilganlari bilan qo'sha qarisin. Allohim mana shu o'tirgan joylarimizga ham, bu dunyoda ham, oxiratda ham, jannatlarda ham hammamizni birga qilsin. Jannatlarda, go'zal jannatlar, rayon jannat yurishlikda Alloh o'zi musharraf aylasin. Mana shu farzandlarimizga ko'p yillarga duogo'y bo'lib, dasturxonlarni to'g'risida yurishlikda Alloh o'zi musharraf aylasin. Nabiralarimizni haqiqat to'ylarida, nikoh to'ylarida ham duogo'y bo'lib yurishsinlar. Mana shu qo'shilganlar bilan qo'sha qarisin. Lekin qo'sha qarish juda katta baxt ekan. O'tib ketgandan keyin bir-birimizni bilib qolar ekanmiz. Men aytaman hozir. O'shaning kimga bo'lsa ham duo so'rasinlar ham, boshqa qilsa ham oxirida hammalaring qo'shilganlar bilan qo'sha qaringlar, farzandlar rohatini rohatda ko'ringlar deymiz. Mana endi Xudoga shukr, Alloh bizga shunaqa umr beribdi. Shunaqa yaxshi kunlarda ato etdi. Mana shu dasturxon atrofida o'tirish, mana shu dasturxon atrofida o'tirgan yegan ichganlarimiz savobdan o'tganlarimiz ham bahramand qilsinlar. Hammalaring tanajonlaring sog', umrlaring uzoq, rizqlaring ulug' bo'lsin. Hammalaring qo'shilganlar bilan qo'sha qarib, serfarzand, sertavlat bo'lib, nevaralar qurshovida chiroyli baxt saodat katta dasturxon atrofida o'tirganda o'tiribmiz. Mana Allohga beada shukr. Men yangi yilda tilaklar tilaysiz telefon qilishga hech kimga ulgurolmadim. Hammalaringni mana shu yil omadli kelsin. Hammalaringni Alloh nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlaring yetsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Birahmatika ya robbal alamin. Alloh sizga ulug' bo'lsin. Doim shu sizga hurmatim juda ham baland, mana ochiq ko'ngilsiz, mehribon, hamma narsaga ko'rib, harakat qilasiz. O'xshab yuraylik. Endi Ochiq yetgani mana shu yig'ilishimizni sababchisi Farohatmi? Farohatga minnan rahmat. Qachonda bir diydor qilishlayotgan odamlardan siz diydor qilishlayapsiz. Bularga ajrimi ilohim nimalarni ko'ring. Saodatiga erishing. Farohatda mana shu chiroyli gaplar bo'ldi, chiroyli she'rlar bo'ldi. Men hammasiga qo'shilaman. Ilohim hammangizga omon bo'ling. Hech qachon hech kimdan kam bo'lmang. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Har bir insonni o'zi orzusi bo'ladi. Yaxshi bir juda ham xohlaydigan niyati bo'ladi. Ilohim nega qabul qilishingiz sizga. Mana shu eng kerakli niyatingizni qo'yishgan. Sog' bo'ling. Sizni gapirib yaxshi tilaklar sizga, hammalaringizga farjon o'shilaman. Go'zallik hech qachon sizni tark etmaydi. Rahmat. Go'zal, sizlar o'zingizlar bitta go'zal. Rahmat. Sog' bo'linglar. Endi Endi navbat Nodira opamizga. Ularga juda yaxshi iliq tabriklar bo'lgan. Sanam yaxshi tabriklarga qo'shilaman. Krushka ham olib keling. Bo'lgan kuningiz o'tib ketgan bo'lsa ham tabriklayman. Oilami nomidan sog' bo'ling, salomat bo'ling, Krushka. Bokal emas, kofega. Krushka keling. Sizga yaxshi joylarni ato etsin, shularni rohatini ko'ring. 2026-yilda обязательно to'y qiling. Xudo xohlasa o'sha orzu-umidlaringiz ro'yobga chiqsin. Doimo dasturxoningizdan baraka arimasin. Oilaviy baxt tilayman. Yoningizdan bizlarga o'xshagan yaxshi insonlar arimasin. Qo'lingizdan dollarlar arimasin. Qo'lingizdan dollarlar arimasin. Doimo mehr-oqibat bo'laylik. Samad glавный hammamizni qo'limiz toza bo'lib bir-birimizni hurmat qilib, o'sha bir-birimizga mehrli bo'laylik. Yoshimiz o'tib ketyapti. Odamlar yurib nariyoqqa ketib qolyapti. O'shaning uchun to'g'rimi? Sog'-salomat bo'laylik. Yaxshi bayraminglar bilan ham tabriklayman hammanglarni. Hammani orzumni chiroyli so'zga uchun rahmat. sog' bo'ling, salomat bo'ling ilohim. Doimo martabangiz ulug' Inson nima deydi? Mana shu shirin so'zga, yaxshi fikrlabsiz haqida to'g'ri insonlarga aytgan eshitganlaringiz menga misol uchun xursandchilikni bag'ishlaydi. Shunaqa hurmatda yaxshilikdamiz.
Mana taklif qilgan bo'lsam, yaxshi insonlarni taklif qildim. O'zimga yaqin tutgan, o'zimga o'xshagan joydagi insonlarni shu yerga taklif qildim. Rahmat. Yaxshiliklarni bersin Xudoyim hammamizga. Tinchlik, xotirjamlik oilalarimizga. Yengil faqat yaxshiliklarni keltirsin. Uzoq yillarga, ko'p yillarga davomiy bo'lsin yig'ilishlarimiz. Mana shunaqa bir ro'zani ko'rib tursak, bir ro'zada mehr bo'ladi. Nashiga sababchi bo'ldingiz. To'g'rimi? Davomiy bo'lsin. Keyingisi kim bo'lsa ham o'tkazadigan insonlar doim kelamiz. Xursand Mashmaga yoqib yaxshiliklarni bersin. Mashmaga yoqib qoldi. Juyam endi men o'lalasam Keyingisi kimniki? boshi omon bo'lsin. Omon bo'lsin. Bolalaringiz, navaralarimiz rohatini ko'rsin. Hamma o'ylab qo'ygan yaxshi niyatlaringizni yetib yuring. Amin. Xatlarimizdan xato bo'lmaylik. Amin etganimiz kelsin. Sog' salomat bo'laylik. Sog'liqqa hech narsa yetmaydi. Yetmaydi. Siz ham sog' bo'ling. Go'zal siydim. O'zlari siyiladi bo'ladi birinchi. Yo'q, endi bular opa singil deydi. Bolalarga osh bo'lib, yaxshi o'ylab